Bugungi kunda har bir mahallada aholi turmush tarzini yaxshilash, atrof muhitni ko'kalamzorlashtirish, bo'shayotgan yer maydonlarini yashil maskanlarga aylantirish ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu ishlarning amaliy ifodasini shahrimizdagi Turon mahalla fuqarolar yig'ini misolida ko'rishimiz mumkin. Mahalla fuqarolar yig'ini binosida bo'sh turgan 1 sotiq yer maydoni mahalla faollarining sa'y-harakati bilan o'zgacha qiyofa kasb etdi. Mahalla hududidagi mazkur yer maydoniga ishlov berilib, 20 million mablag' evaziga kichik issiqxona yaratildi. 2025-yil Prezidentimiz Jizzaxga tashriflarida mana shu har bitta mahallada bo'sh turgan yerlardan unumli foydalanish uchun topshiriq bergandilar. Biz shularda mana shu inobatga olib mahallamiz binosining orqasida tashlandiq mana shu 1 sotik joyimiz bor edi. Biz 7 yillik bilan buni proyekt qilib kambag'alchilikni qisqartirish proyektini o'ylab topdik. Mana shu bitta 1 sotikdan 1 yilda necha pul daromad qilib, kambag'alchilikni qisqartirish daromadini proyektini qilibmiz. Biz birinchi o'rinda o'zimiz mana shu tashabbusni qo'ydik, mahallaga qo'ydik. Mana shu 7 yillik bilan mana shu yerda tashkil qildik, hashar yo'li bilan. Mana shu 1 sotik yerimizga 12 tup limon ekdik, 300 tup mana qulupnay ekdik. Undan tashqari mana zelinlarimizni ekkanmiz. 40 tup bodring, 40 tup pomidor ekkanmiz. Mana e'tibor qilsalaring, har bitta javqasi daromadga ega bo'lish uchun mana shu hozirgi kunda gullarimiz arzonligi uchun mana shu arzon gullarni olib kelib, mana shu noyabr oyigacha o'stirib, qimmat narxda maqsadli daromad qilish uchun, shuni daromadga qilish uchun mana gullar ham tashkil qilganmiz. Hattoki mana shu parnigimiz atrofi bo'sh turmasin deb, har bitta xonadonda bir 12 ta, 13 tadan tovuq mana parranda bo'lsa, mana shu 10 tadan, 12 tadan bir kunda tuxum olsa ham, mana hozir uy tuxumlari даже fabrika tuxumidan 2 barobar qimmatligi uchun mana hozirgi kunda 12 tadan tuxum olib turibmiz, 13 ta tovuqimizdan. Bu ham bir daromadga kirib, mana bitta fuqaroni ro'zg'orini boyitadigan maqsadda qilganmiz. Endilikda bu maskanda limon, qulupnay, turli meva sabzavotlar, ko'katlar parvarish qilinmoqda. Hatto parrandachilik va asalarichilik ham yo'lga qo'yilib, bo'sh turgan maydondan unumli foydalanish yo'lga qo'yilganini ko'rsatadi. Mana limonlarimiz даже gulga kirdi. Mana qulupnayimiz, har bitta qulupnayimiz 300 tup qulupnay bo'lsa, 1 kilodan hosil bergandan taqdirda ham, oddiy eng arzon bo'lgan taqdirda 25 ming so'm, 30 ming so'm bo'lganda ham mana shu qulupnay o'zi 10 million so'm daromad qiladi. Limon 10 ta ko'chat limondan 1 yilda bo'lmaganda bir 30 million daromad qiladi. Biz hisob kitob qilganmiz, mana shu 1 sotiklik parnikda 1 yilda yaxshi agar ishlasa 100 milliongacha daromad qilsa bo'ladi. Biz mana shu proyektimiz maqsadli bo'lish uchun birinchi o'rinda mana shu 7 yillik bilan o'zimiz qilamiz. Mana shu yerga ham 7 yillik hammamiz birgalikda qaraymiz. Hammasi tashkil qilingan grafik asosida. Mana endi o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, ko'z tegmasin, hamma narsamiz foydaga ketyapti. Mana shu prezidentimizni Jizzaxga tashriflarida mahallada yashil makon bo'yicha juda ham ko'p gapirdilar. Mana butun dunyo bo'yicha, dunyo miqyosi bo'yicha, mana shu ekologiya bo'yicha, yashil makon bo'yicha juda ham ko'p bir tashabbuslar tashkil qilinyapti. Shuningdek, mahallaning Oqar daryo ko'chasidagi mana shu bo'sh turgan yer maydon ham e'tibordan chetda qolmadi. Mahalla raisi bilan birgalikda ushbu hudud ko'zdan kechirilganda qariyb 6 sotiq yerga ishlov berilib, turli meva ko'chatlari ekilgan. Mazkur siz ko'rib turgan hudud avvallari qarovsiz va tashlandiq holatda edi. Bugungi kunda bu yerlar mahalla aholisining ko'ngilli fuqarolariga biriktirilib, obod maskanga aylantirildi. Mahallasini Daryobo'y ko'chasi ko'cha vakiliman. Mahallamiz raisining tashabbusi bilan tashlandiq yerdan foydalanib, yerlar tozalab, mevali daraxtlar ekib, o'rik, olma, gilos, manzarali daraxtlar va shu yeridan o'zimiz oilamiz uchun foydalanish uchun dehqonchilik bilan shug'ullanmoqchimiz. Shaftoli bor, o'rik bor, olma bor, nok bor, anjir bor, uzum ko'chatlari ekildi. Shu manzarali tol bor, qayrag'och bor. Biz mana shu yerdan endi Xudo xolasa oilamiz uchun o'zimiz daromad qilmoqchimiz. Hech qanday ish haqi yoki talab qilmasdan o'zimiz mehnatimiz bilan o'zimiz oilamizga yordam bo'lish uchun mehnat qilyapmiz. Mazkur yer maydoni suv bo'yida joylashganligi sababli aholi tomonidan hashar yo'li bilan ko'priklar barpo etilgan. Bu esa nafaqat qulaylik, balki hamjihatlikning yorqin namunasidir. Barpo etilgan mazkur tomorqa maydonidagi go'zallik tabiat manzaralarini yorqin aks ettirib turibdi. Kecha yaqinda mana prezidentimiz o'zlari ham chinor ekish tashabbuslarini qildilar. O'shanda ham biz mana mahallamizga o'z borib ko'rdilaring. Mana shu ariq bo'ylarimiz juda tashlandiq bo'layotgan edi. Mana shu yerda 1000 dan ziyod mevali daraxt, 300 dan ziyod
ko'kalamzorlashtirish daraxtlarini ekdik biz. Mana shu yerda mana o'zlaring ko'rlaring, o'zi mana shu joylarimizni har bitta kambag'alga 10 metrdan bo'lib berib, hammasiga biriktirdik. Hattoki o'shalarning o'ziga ham mas'ul shaxslarni qo'yib, mana shu bog'larimizni tashkil qilyapmiz. Kelajakda mana shu mevali daraxtlarimiz hosilga kelsa, har bitta xonadon mana shu meva bilan, bozorlarimiz meva bilan ozgina hissamizni qo'shish maqsadida mana shularni tashkil qilyapmiz. Mazkur bog'da turli mevali daraxtlar va poliz ekinlari yetishtirilib, mahallaning kam ta'minlangan oilalarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Darhaqiqat, mahalla ahil va hamjihat bo'lsa, turmush farovon va hudud obod bo'ladi. Turon mahallasida amalga oshirilayotgan bunday ezgu ishlar esa nafaqat bugungi avlod, balki kelajak avlod uchun ham ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi.